Salom sabışıdır. Bugungi do'stlar bilan bo'slar modida o'ynayotgandim. Mana bunga qaranglar. Mana buni turishiga qaranglar. Do'stlar, shu bilan jang qilaman men hozir. Do'stlar, kanalga obuna like bosib qo'yinglar. Hoziroq u yotoqlarni sindira oladi. Men sal ma'lumot bilaman. Shuning uchun ham men makka yotoq qo'yib qo'yaman. Keyin tepasida paydo bo'laman. Ozgina mana qo'yaman. Do'stlar, meni bitta oladi, men musli aslaqadaman. Qo'y. Keyin sraz toshlar bilan o'raymiz. Kechqurun tushyapti. Mayli do'stlar, kechqurun o'tkazib keyin urushamiz bu bo's bilan. Bo'smisam bo'sdi o'zim. Men hech qanaqa hazillashayotganim yo'q. Men mod qo'shib o'ynayapman. Shuning uchun ham makka sound'i hazillashadigan bo's emas. U meni muzlatib qo'yishi mumkin. Makka ovqat solamiz ozgina. Yarmini faqat iloji bo'lsa. Buni ham yarmi solamiz. Buni ham ozgina bo'lib cho'pchamaga kerak bo'lmaydi. Umuman tosh barcha narsamni solib ketamiz. Tosh narsa ovqat yana ozgina pechka. Mana u hazillashadigan mop emas. Shuning uchun qattiq tayyorgarlik qilyapman. Men u bilan uzoqdan urish uchun bu lapatika menda tursin. Hozir men eng kerakli narsani mana shu yerga solib qo'yapman. Mana bu kitobda esa men qani uxlash kerak. Uxla. Nima qilyapsan? O'tma qort. Uxla. Do'stlar, kanalga obuna, like bosib qo'yinglar. Sizlarni men shunaqa qiziq videolar chiqaryapman. Boshqa kimga deb chiqaraman? Eng kerakli buyumlar. Hattoki hozircha men sizlarga mana ko'rsataman dedim. Mana do'stlar, har xil narsalar qo'shilgan bunda. Yana bo'slar makka qaranglar, qanaqa zo'r bo'slar. Men hozir qaysi bo'sni uchratdim dem? Mana buni uchratdim, mana bu. Mana shu tushadi undan. Xullas tushunganlardek bu osonlikda va deb tashlayapman men. Men faqat mayli aslaqalarimni tushuntira qolsin. Birinchi uni anaqasini qor bilan chalg'itamiz. Uni yaqinda Minecraft qotyapti. Sababi bu Minecraft zo'rg'a ko'taryapti, dashmasam. Meni Minecraft'im. Ko'p qorlar olamiz. Sababi men buni uzoqdan urishim uchun hozir uni birinchi bo'lib chalg'itaman, keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qaranglar, uni qo'lda nima bor? Agar ash qo'ldagi narsani olsak, jang osonlashadi. Lekin bilaman, u bizni oldiga kelganimiz zahotda bizni payqab qoladi. Shuning uchun ham belgiroq singuncha qo'yamiz va bittaga kuch qo'ygandir. Yo'q. Do'stlar, endi hozir qo'ldagi narsani olishga harakat qilib ko'raman. Yo'q. Ana. Do'stlar, men ashim qo'lda turgan muzli narsasini olishim kerak. Turib qol. Do'stlar, qoch. Mayyiq. Bu qorda ta'sir ham qilmasin. Men bala. O'ldir buni, ur. Qoch. Ammo meni muzlatib qo'ydi do'st.
Uzat koyuyor. Koç. O'ylasam kanalga like bosib qo'yinglar do'stlar. Qochdik do'stlar. Voy bunga qorli o'qlarim ta'sir qilmas ekan ana u. Ma ol qorlarni yeb ozgina. Ha. Duxin yetmayapti olim kelishga. Yetadi duxin. Yana qotirib qo'yasan. O'zi qanday buncha men otgan to'plarim qotirib o'laman. O'ldim. Men narsalar oldidan yo'qol. Narsalar olaymen. Narsalarimni olaymen. Yo'qol. Tezlash. Olaymen. Yaxshi. Kanalga like bosib qo'yinglar do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar. Cho'chort. Bu oson bo'l emas. Ol, hamma narsani ol, hamma narsa. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Men sizlarga shunchaki o'ynayotgan o'yinni obzor qilmoqchi edim. Kanal 3gacha sanayman. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling. 1, 2, 3. Umid qilaman sizlar o'rgildilaring.